Nimaga erkak kishi ko'p pul topa olmaydi? Ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi erkaklardagi tashvishli buzilishlar, masalan, vahima xuruji. Ikkinchisi esa uni o'ziga ishonchi yetishmayotganligi va past samootsyenkasi. Masalan, meni oldimga kelishadi va aytishadi: "Men sizni konsultatsiyangiz yoki kursingizni olishga ham pulim yo'q, lekin men juda ham xohlayman." Nimaga pulingiz yo'q deb savol bersangiz, ular sizga aytishadi: "Menda vahima xuruji boshlandi va men uydan chiqa olmay qoldim." Yoki bo'lmasa, "Men oldin borib bajaradigan ishlarimni qila olmay qoldim." Yoki bo'lmasa, "Men oldin proyektlarni olardim, insonlar bilan suhbatlashardim, mashinani ham qila olmay qoldim" deb aytishadi. Ko'ryapsizmi, qanchalik insonning ruhiy holati va uni o'ziga ishonchi yetishmasligi undagi qanaqa muammolarga olib keladi. Past samootsyenkali insonlar hech qachon katta pullarni topisha olmaydi. Bu holatda faqatgina psixoterapiya yordam beradi. Shuning uchun ham 2 hafta davomida offline va onlayn konsultatsiyalarimga 20% chegirma e'lon qildim. Yozilish uchun plus belgisini qoldiring.